Mamta turib oling. Nima degani makrokrediensial? Kimga kerak u deng? Sirazi o'shandan boshlab ketamizmi yoki Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir narsa deyishingiz Studiyamizga tashrifingizdan xursandmiz. Vaqt ajratganingiz uchun ham sizning tashabbusingiz bilan chet eldagi yetuk o'sha mutaxassislar ishlatadigan terminologiyalar, ya'ni academic writing, macrocredentials, Scopus, Web of Science saytlarida ilmiy maqola yozish terminlari kirib kelyapti va bunda sizning tashabbusingiz juda ham katta. Buni yashirish kerak emas, albatta. Bir eng katta hammani qiziqtiradigan va o'ylantiradigan savol bor. Siz aynan mana shu Yevropa, ya'ni rivojlangan davlatlarda va boshqa o'sha Amerika davlatlarida bo'ladimi, ular ishlatadigan terminologiyani O'zbekistonga olib kirishdan asosiy maqsadingiz nima? Biznesmi yoki o'sha siz har doim jonbozlik ko'rsatib ishlayotgan shu xalqning, millatning ilmiy salohiyatini oshirishmi? Mana shu savollar xalqda hozir juda ham bir ko'p qaynab turibdi, ya'ni juda ham mana shu savol berib turibdi. Iltimos shunga o'zingiz bir bildirsangiz fikringizni. Birinchidan taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Ikkinchidan bizlar mediani to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki bu hayot davomida ta'lim degan yoki LLL long life learningni prototipi. Inson har qanaqa jamiyat o'rganishdan to'xtasa, rivojlanishdan to'xtasa, to'rt oyoqli bor o'zi kelib olib ketadiganlar. To'g'ri. Mana o'zimga yarasha, o'zimning mutaxassisligim, chunki mutaxassisligim ta'lim sifatini ta'minlash mutaxassis bo'lgandan keyin o'zim sohamda rivojlanib kelyapman. Rivojlanish jarayonida bir narsani amin bo'ldimki, bizlar berayotgan diplomlarimiz mana 3 yildan keyin, 6 yildan keyin yoki 5 yildan keyin, 4 yildan keyin va hokazo diplomlar nima uchun mana juda ko'p xalq demaydi, ish beruvchilar aytadi, prezidentimiz ham hatto aytayaptilarki, diplom kerak emas, malaka kerak. Xo'p, malaka degan nima degan savol bor. Bu bizlarda kechirasiz eskidan qolib ketgan, u sovet davridan balkim Sinskiy davridan qolib ketgan deb bilaman. Juda eski bo'lgan tizimimiz bor malaka oshirish. Bizlar malaka deganda hamma malaka oshirish institutlarini tasavvur qiladi. Bugungi kunda malaka oshirish institutlarini to'liq transformatsiya qilish kerak. Ular mana shu macrocredential dasturlarni ular har doim berib turish kerak. Endi o'shandagina macrocredential instituti davlatda rivojlantiradigan institutga aylanadi. Bo'lmasam bo'lmaydi. Endi malaka oshirish institutlari faqat davlat institutlari emas. Hozir ish beruvchilarda ham malaka oshirish kurslari bor. O'quv kurslarida ham bor. Mana kurs era va hokazo hozir media to'lib ketdi mana shu kurslarga. Bunday olib qarasangiz. Mana shu hamma beriladigan kurslarni o'zini kesib olsangiz, bu kesib nimani beradi desangiz, o'sha mikro malakani beradi. To'g'ri. Xalqaro tajriba deyotganingiz bu aslida xalqaro tajriba emas, o'zimizda ham bo'lgan. Masalan, qizlarni maxsus maktabga berib tarbiyalashmaydi bizlarda. Ozgina uyda ovqat pishirishni o'rgandi, pishirishni o'rgandi. Bu ham macrocredential malakalar. Kichkina, tushundingizmi? O'shalar hammasi yig'ilib zo'r nima deydi, o'zini uyini boshqaradigan ona, ayol rafiqa bo'lib yetishi mumkin. Agar mana shu macrocredentiallar uyda to'g'ri berilmagan bo'lsa, endi bu noformal ta'lim deydi-da. Berilmagan bo'lsa, demak oila rafiqa muammo bo'ladi, keyin tushgan jamiyatdagi muammolar ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun bugun dunyoda ta'lim tizimi qanaqa rivojlanyapti desangiz, ular allaqachon macrocredentialga o'tib olishdi. Chunki tez masalan texnologiya tez rivojlanyapti, kompyuter texnologiyalari tez, robototexnika tez rivojlanyapti. Ma'lum bir kasblar jamiyatga kerak bo'lmayapti. Shuni hisobiga har 6 oyda yangi bitta macrocredential kiritilyapti rivojlangan davlatlarda. Qanday kiritiladi? Masalan, keling anaqa oziq-ovqat industriyasi sanoatini oladigan bo'lsak, hozir masalan juda katta muammo bo'lyapti. Chunki biz davlatimiz VTO deydi, o'sha jahon bozoriga chiqadigan bo'lsak, o'sha jahon bozoriga bizani eng birinchi sotishimiz mumkin bo'lgan narsalarimiz bu bizani mazali mevalarimiz. Mazali qovun tarvuzlarimiz. Afsuski o'tgan yilga masalan juda ko'p hosildor bo'lgan qovun tarvuzlarni biz ishlata olmadikda, juda ko'p dehqonlarimiz
tarvuzlarni tashlab yuborishdi degan gaplarni eshitib men yuraklarim ezilib ketdi-da. Masalan, men ta'lim sifatini ta'minlaydigan insonsiz nega makro credential olib kirmadim? Nega bitta qovun o'zidan masalan 100 xil mahsulot tayyorlash kerakligini o'rgatmadi degan narsalar yuragimni ezvordi. Masalan, bugun kimdir oziq-ovqat sohasida ishlaydigan bironta ta'lim sohasi, texnikum bo'ladimi, universitet bo'ladimi, ilmiy tekshirish instituti bo'ladimi, masalan, menga aytdiki, keling Ferzaxon, shu makro credential bo'yicha kichkina kurslar qilaylik-da, u fermerlar bilan birga ishlaylik. Desa, joni dilim bilan qilib berardi. Siz men aytishingiz mumkin, siz fermer emassiz-ku. Qanaqa qilib qilasiz deyishingiz mumkin. Men bitta fermer bo'laman, masalan, tuproqni ishlab chiqarish, tuproqni o'zini tahlil qiladigan bir tomondan laboratoriyada ishlaydigan ilmiy xodim olsak, ikkinchi tomondan shu fermerga shu tuprog'ini tahlil qilib beradigan odammiz. Keyin urug' ekadiganlar bilan alohida bu yerda olimlar ishlasa, ikkinchi tomondan dehqon ishlaydi. Uchinchi tomondan mahsulot tayyor bo'lish jarayonini tahlil qilib beradigan tadqiqotchilar. Buni nomini R&D deydi, Research and Development. To'g'ri, tadqiqotga bag'ishlangan rivojlanish. Mana hozir agar murojaat bo'lsa shu dehqonim akadan-da, hozir qilsa bo'ladi. Buni bu yaqinda oliy ta'limda bo'lgan jamoatchilik kengashini yig'ilishida ham qisqasi shu davlatimizga bag'ishlangan hozir mana yashil iqtisodiyot, yashil deyapmiz-ku, havo yaxshi bo'lishi, suvlar toza bo'lishi va hokazo haqida gap bo'lganda men aytdim, buni yechimi faqat R&D. Tadqiqot rivojlanishga yo'naltirilgan tadqiqot. Mana bugun shu mahorat ofisiga kelgan bo'lsak, mahorat ofisida shunaqa loyiha borligini bilaman men. Bu loyihalarni ko'paytirish kerak, juda ham ko'paytirish kerak. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, bu sohada ishlarimiz juda ham ko'p. Xudo xolasa, endi yana bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Bugungi kunda hozir yana qaysi tashkilotlarda faoliyat olib boryapsiz? Chunki sizni bilamiz, juda ham bir qoni qaynoq insonsiz, energichni, hamma havas qiladi sizga. Hozirgi kunda qaysi yo'nalishlarda ishlab boryapsiz? O'sha til yo'nalishdami yoki faqat mana shu tashkilotlarda loyihalarni, proyektlarni rahbari sifatidami? Shuni haqida ko'proq aytib o'tsangiz, o'ylaymanki, bizni ko'rib turgan tomoshabinlar siz haqingizda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishadi. To'g'ri, do'ppillarim juda ham ko'p. Shulardan 4-5 tasi hammasi volontyorlik deydi, volunteering job. Volontyorlik degani, chunki har bitta jamiyat faqatgina mana shunaqa tashabbusli insonlar bilan rivojlanishiga ishonaman, shuning uchun tashabbusim ko'p. Ba'zi bir meni ko'rib turgan hamkorlar ko'rsa, masalan, aytish mumkin, Ferzopamdan ozroq qo'rqaman deb. Chunki men bilaman shunaqa insonlar bor. Chunki men yerda ideya turib turganda, hadeb ideya beraversangiz, biznes tez rivojlanmaydi-da. Shuning uchun bizlar buni yechimini topdik. Mana shu mahoratni qoshida necha yil ekan, 10 yil oldin. Mana bu yil 11-avlod. 11-avlod yoshlar 3 ta tilda erkin gapiradigan yoshlarni yig'adi bu tashkilot har yili. Turli partnyor hamkorlari bor. Shu hamkorlar orqali ba'zida bu nomi boshqacha bo'lishi mumkin, lekin rahmat ulargaki har doim har qanaqa loyiha qilsa mana direktorlikka taklif qiladi. Loyihani direktori Ferzopam deydi. Endi loyihani direktori Ferzopam nima qiladi? Loyihani to'liq Aslida yasigacha yozilish jarayonida qarab turadi. Sifat deydi. U metodistlik. O'zi asli kasbim metodistligini O'zbekiston tizimi uchun pedagog metodisti. U pedagog metodist nima qiladi? Faqat sifatga qaraydi. Ta'limda jarayonida shu inson resursini shakllanib malakani egallaganda, malakani egallab ish beruvchini qoniqtirgani bu bizning ishimiz aslida. Endi bu yerda nechta kadr shunaqa chiqdi degani u data science ga borib taqaladi. Endi Ferzopam siz data science ga ham tiqilasizmi deyishi mumkin. Men data science dan faqat raqamlar bilan ishlayman. Bu boya aytganimizdek makro credential bu boshqa odamlarning ishi, lekin meni kasbim bilan bog'liq. Xuddi shunday malakani baholaydigan bu iqtisodiy sektorlar. Masalan, iqtisodiy sektorlar bo'lganligi uchun jamoatchilik asosida iqtisodiy assambleyada aynan EduJob loyihasini boshqarishga harakat qilaman. U yerda aynan shuni baholash kerak. Nasib bo'lsa bir kuni kelib shuni baholash tizimiga yetib kelamiz. Jamoatchilik kengashi oliy ta'limda bu ham yaxshigina volontyorlik ishi. Masalan, mahorat hozir meni homiylarimdan bittasi jamoatchilik kengashining o'zini shotada puli yo'q. O'zi u inoy ham emasda, kengashda. Lekin bu kengashda ishi juda ham ko'p. Aslida u butun boshliq oliy ta'lim, fan, innovatsiya sohasidagi hamma narsani nazoratini qilib, hamma bilan janjallashib yuradigan tashkilotda o'zi aslida. Lekin meni xarakterim janjallashmaydi-ku, men faqat yechim beraman. Yechim berishim uchun men bugun bir shuni
necha yillardan beri qaradim, masalan, doktorantura yo'q. Doktorantura yo'qmi, demak makro credentialni ko'paytirish kerak. Bu demak bu butun jahon olimlari bilan ishlash kerak. Scopus yo'qmi, demak Scopusni tashabbusini ko'tardikda, hozir mana har oyda onlayn konferensiyalar bilan xalqaro olimlarni olib chiqyapmiz. Endi xalqaro olimlar ham bir kun bepul ishlashi mumkin, 2 kun bepul ishlashi mumkin. Ertaga pul ber desaga nima qilaman men? Shuning uchun masalan mahoratga aytyapmizki, Scopus kurslarini sotasizlar, bosh narsa qilasiz, lekin bizlarga mana topgan olimlar bilan ishlashga, O'zbekistonga moyil bo'lgan odamlar bilan ishlash kerak. Chunki O'zbekistonni ichidan biladigan olimlar bor. Masalan, 20 yildan ortiq ishlagan O'zbekiston bilan bitta amerikalik olim hozir Koreyada yashaydi. Hozir uni olib kelish uchun u aytayapti, "Men bir kunimga $500 to'laysan. Men senga ilmiy ishlaringga bosh bo'laman, unga bosh qilaman, bu qilaman, bu qilaman, bu qilaman." Masalan, $500 dan tashqari uni yashashi ham $500 bo'ladigan bo'lsa, bir sutkasi $1000 aylanadi. Kechirasiz, bir oyga $1000 aylanadi. Oyligini o'zi yabiq bilan 2000 ga aylanadigan bo'lsa, demak 3000 4000 oylik beradigan odam topilsa, demak men u odamni olib kela olaman. To'g'ri. Shuning uchun podkastlaringizga joni dilim bilan kelaman. Rahmat. Qaysi loyiha desalaringiz chiqaveraman. Maqsadim O'zbekistonni yana ham kuchli qilish. Endi bu bitta O'zbekistonning muammosi emas, bu aslida juda ko'p davlatlarda shunaqa muammo bor. Shuning uchun UNESCOning yangi bir tashabbusi bor. Bu iqlim o'rtasidagi hamkorlik. Bu masalan Tinch okeani ham bizning bir tomonimizda turadigan bo'lsa, u tomondagi olimlar bilan va hamkorlik, musulmon davlatlar bilan alohida hamkorlik, turkiy tillar bilan alohida hamkorlik, xuddi shunday Yevropa bilan alohida hamkorlik, Amerika va Amerika atrofidagi bu tomonda mana Braziliya, Meksika, Janubiy Amerika bilan qilinadigan hamkorliklar hammasi O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy, ijtimoiy tan oldirish indikatorlariga zo'r ta'sir qiladi. Shuning uchun biz olim sifatida nima qila olamiz degan savolga men javobim shu. Hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. Maksimal darajada. Endi bugungi kunda masalan shu mahorat qo'llab turadigan bo'lsa, amerikalik olimlar aytdiki, ikki olimlar o'rtasida olimlarni exchange deydi. Almashinuv dasturlarini qilaylik. Bu bitta yo'nalish bo'lsa, aytdimki, bizlarda juda ko'p anaqa nima deydi, oliy ta'lim dasturlari, almashinuv dastur qilish kerak desam, nima qilasan sen? Men aytadi, sen sal anaqa crazy deydi. Sen crazy bo'lsa, men ham senga o'xshaganman. Men seni topdim, demak men butun Amerikani uyg'otaman deyapti. Biz mana shunaqa olimlar bor. Keyin O'zbekistonda yashab ijod qilib, keyin boshqa davlatlarga ketgan o'zbeklarimiz bor. Ularning orasida shunaqa yuragida o't yonib, keling birga ishlaylik deydiganlar bor. Masalan, hozir chet elda yurgan o'zbek bolalari o'zbekcha gaplashmas ekan. Gapira olmaydi. Xuddi O'zbekistonda ham juda ko'p katta insonlarning bolalari yo ruscha gapiradi, yo inglizcha gapiradi. To'g'ri. Endi bu muammo ona tilida gapirmasa. Demak, bu nima qilish mumkin desa, ingliz zabon bolalarni olib chiq, bizning bolalarimiz bilan gaplashsin deb. Keyin bu yana bitta loyiha dedik, bo'ldi, ESL bo'ldi, English Secondary Secondary Language bo'ldi, secondary schools. Masalan, maktabdagi o'qib yurgan, inglizcha gapira olmaydigan ingliz tili o'qituvchilari bo'ladimi? Ingliz bolalari bo'ladimi? Bu to'g'ridan-to'g'ri bir vaqtlar hali webinar bo'lmaganda telemost deyishardi. Bu o'sha telemostga o'xshagan bizlar ko'prik bo'lyapmiz xalqlar o'rtasida. Bu yosh bolachalar bugun o'rtoq bo'lsa, ertaga vaqt o'tib partnyor bo'lishi mumkin. 5 yildan keyin, 10 yildan keyin ular partnyor bo'ladi. Bu ajoyib imkoniyat. Shunchalik kuchli imkoniyatki, kelib shu yoshlarga bir ovoz aytdik, ertasiga loyihalar yozilgan, mana bitta ko'rib bering, mana bitta ko'rib bering, bunday qilishga, taqdimot qilishga tayyor bo'lib turishibdi. Yana bitta loyiha hozir agar juda chiroyli chiqsa, bu ayollarimizni qo'llab-quvvatlash. Chunki barqaror rivojlanish maqsadlaridan bittasi, masalan, sog'lom, ikkinchi ekan. Mana birinchisi agar kambag'allikni qisqartib qolish bo'lsa, ikkinchisi bandlikni oshirish, uchinchisi sog'lom muhit, sog'lom millat o'stirish. Sog'lom millat o'stirish uchun sog'lom onalar bo'lishi kerak. To'g'ri. Sog'lom onalarni o'stirish uchun bu qizlarimizni, ayollarimizni sal dunyoda nima bo'lyapti deb tanishtirish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun Women empowering women degan yana bitta loyiha ochilyapti. Bu dunyodagi ayollar bilan bizning ayollarimizni muloqot. Balkim tadbirkor ayollar qiziqib qolar bu loyihaga. Zo'r. Balkim onalar, uyda o'tirgan ayollarimiz qiziqib qolar. Qisqasi, kim qaysi sohada bo'lsa ham, demak bu muloqot orqali endi psixologlarni topadi, pedagoglar topadi. Uyda o'tirgan bekalar uyda yoki onalik
muhitini o'rganadi. Chunki bizlarda onalar bolalariga sal qo'pol gaplashadi. Chet elda esa qo'pol gaplashmaydi deb sal erkalatib yuborgan. Haddan muvozanatni bilib olish kerak. Endi bizlardagi masalan bolalarimizga qattiq qo'llik, masalan bu ham yaxshi tarbiya, chunki bolalarimiz toza yuradi, orqasidan yig'ishtirib yuradi, turganida nima deydi, o'zini tartib qoidaga rioya qiladi, ota-onasini hurmat qiladi va hokazo. Buni chet elliklar havas qiladi. Lekin chet ellikda juda qattiq gapirish mumkin bo'lmagani uchun bolalar bundan foydalanib erkalanib ketgan. Endi bu yerda sal o'zaro muloqot bo'lgandan keyin ular bir narsa o'rganish mumkin, xuddi bizani bo'ladi. O'rtada makro credential kurslari ishlab ketsa, bu bolalarimiz malakali kadr bo'lib o'sib kelaveradi. Tushundingizmi? To'g'ri, bizlar qachon oliy ta'limda bir narsa o'zgaradigan deb kutib o'tirmaymiz-da, bu bolalarimiz ham shakllanib kelaveradi. Shunda ayollar, bolalarimiz, keyin albatta onalar o'zgaradigan bo'lsa, oila, millat o'zgaradi. Muhit o'zgarsa, demak, millat o'zgaradi deganingizga bir narsa ta'sir qilib ketdi hozir. Umuman boshqa narsa. Mana Sayrapam Hajrayevani bilasiz. O'zbekistonda yurist, inson huquqini himoya qiladigan juda ham kuchli ayollarimizdan bittalar. Yaqinda podkastlarni ko'rdim, hijjalab o'qidim. Odam bo'laylik degan kanal bor. Sayrapamda sudyalarni o'qitayotganda bitta savol beribdilar. Biz law obeyers bilan biz qonunni hurmat qiladigan xalqmizmi? Biz qonunni ijrosini amalga oshiradigan insonlarmizmi, jamiyatmizmi degan savol beribdilar. Ishonmasangiz yana bir marta ko'rishingiz mumkin. Keyin sudyalar hammasi yana ichida g'ir deydi, 99% erkaklar deydi. Xuddi ayollar yo'q bo'lib qolgan deb bizning jamiyatimizda deydi. Bittagina ayol o'tirgan ekan. Keyin shu qo'lini ko'tarib aytarmish. Bizlarda qonun ustuvor emas, bizlarda urf odat ustuvor. Shuna tochkasiga tushganda, keyin aytdimki, men bolalarimga aytishim kerak ekan, mana liderlarimizga. Shu joyni kesinglarda, shu joyni reels qilib chiqaring. To'g'ri. Chunki urf odat haqiqatan ustun, chunki bizlarda mana bitta odam zo'r to'y qilsa, borib maza qilib tomosha qilgandan keyin, ikkinchisi ham qilish kerak. Men zo'r to'y bo'libdi deydi, ertasiga undan ham zo'r qilishga harakat qiladi. Stereotiplar bizga ustun. Da, yo'q, bu stereotip bo'lishi mumkin, bu negativ stereotip bo'lishi, lekin bu negativ stereotipni men pedagog sifatida pozitivga o'zgartirish mumkin. Masalan, meni ayolim dunyo bo'ylab boshqa ayollar bilan muloqot qilib o'zgardi desa bironta erkak kishi, masalan, deylik. Ikkinchi aytishi mumkin, "Voy, meni ham xotirim kirsam shunga" deyishi mumkin. To'g'ri, bo'lishi mumkin. Bu aslida bu gap xotinlar haqida emas-da, gap ularning farzandlarining tarbiyasi haqida gap ketyapti. Demak, bu bolalar asta-sekin bugungi 10 yoshda, 12 yoshdagi bolalarimiz global jahon bozori, global mehnat bozori, global ta'lim degan joyga tayyor bo'lib boradi. Bunga onalar ham tayyor bo'ladi. Bu yerda muammolar ko'p aslida, chunki bizning yoshimizdagi mana buvijonlar ko'pchiligi ingliz tilini bilmaydi. Ko'pchiligi lotin tilini bilmaydi. Ko'pchilik farzandlariga, nevaralariga yordam berishni xohlaydi, qila olmaydi. Sababi adult learning yo'q, kattalarning ta'limi yo'q bizda. Endi boyagi malaka oshirish mana adult learning ochib yuborish mumkin. Bu mana women empowering the women degani как раз kirib ketadi shundan shunga kirib ketadi. Yoki bolalarimizni o'qitishi va bu kattalarning oldiga yangi g'oyalar bilan kelishga erkinlik beradi. Bugun bolalarimiz g'oyalar bilan qayerga borishni bilishmaydi. To'g'ri. Keyin meni o'zimdan shaxsan so'rashgan, mana 10 yillik forumini qilganmiz, WellDP'ni. WellDP'ni juda ham yaxshi ko'raman. Yana bitta loyihalarimizdan bittasi. Shu WellDP 10 yillik loyihasida bizlar e'lon qildik. Bir narsa qilmoqchi bo'lsang e'lon qil degandek. Say it public deydi-ku. Bizlar e'lon qilardik. Bu yilgi WellDP viloyatlarda ham bo'ladi dedik. Lekin qanday qilishimizni bilmay turdik. Keyin men o'sha yangi volontyorlik do'ppimdan foydalandimda, jamoatchilik kengashi, demak har bitta universitetda ocha olamiz deb o'yladim. Keyin konferensiyada bordik endi, chiqa olmadi, bo'lmayapti-da. Keyin boyagi bolalarni o'qitish, ayollarni o'qitish, keyin yana bitta loyiha bor ekan, PDP. Personal Development Project. Mana shu loyihaga butun dunyodagi CEOlarni chaqiryapmiz. Biznesmenlar bizning yoshlarimizni o'qitadi. Startaplarga. Zo'r. Mana shu loyiha orqali, demak, men viloyatdagi bolalarni qishloqlarga borib kelganman. Shu tumanlarni har bittasida o'qitib kelgan o'qituvchilarimda. Shu yerdagi o'qituvchilar qachon bizlarda filial ochasiz deyshadi. Men o'zim qilay deyishmayapti-da. Ularda
qo'rquv borda qanaqadir yo bilmayman deydi. Ishonch yo'q, moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'q. Yo'q, bor, prosta ko'nikmas yetishmaydi. Faqat ko'nikma, hamma narsamiz bor. Hamma narsa bor, ishoning. Mana men o'zim necha yildan beri ishlaman, nechta loyiha qilgan bo'lsak, hammasiga yo'l topasiz, hammasiga pul topiladi, hammasiga ijodkor insonlar, kerakli insonlar shunday keladi. Mana biz orzu qildik, viloyatlarda qilamiz dedik. Mana bugun jadal keladi. Butun dunyo olimlari chiqib aytadi, "Ey, men senga bu narsani topib beraman, men senga bu narsani topib beraman." Shuning uchun rasmiy ishxonam aytmadim. Mana bir hafta bo'ldi, rasman O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetiga qaytdim. Shu universitetda double degree programmasi bor ekan. Keyin mana suhbat rektorimiz bilan bo'lgan suhbat. Men Ilhom Madaniy juda ham hurmat qilaman sizni. Bu inson har doim men qo'llab kelgan insonlardan, meni zamondoshim. Aytib qoldilar, "Opajonim, nima qilyapsiz?" Men xalqaro standartlarni kiritish bilan shug'ullanyapman. Shuni double degree kiritib bering dedilar. Men aytdimki, "Men u ish qilaman, bu ish qilaman." Qilavering. Bunisini ham qiling. Biz ishonch shunchalik kuchliki, men bir hafta ichida oldin qilingan 4 ta loyiha bor ekan, uni kuchaytirib, hozir yana 4 ta loyihani ko'paytiryapmiz. Biz top mingtalikka kirgan universitetlar bilan qilishimiz kerak bo'lgan ish. Xitoy bilan sal ishimiz anaqa ishlanib qoldi. Keyin suvga tushib qoldim. Mana o'rtog'im bor edi Xitoyda. Shunday telefon qilish bilan mana bugun shanba kuni ham ishlab qoyil bo'ldi, hamma narsa hal bo'ladi. To'g'ri men aytmoqchimanki, to'g'ri universitetimiz potensiali juda ham kuchli, lekin pedagoglarning vaqti kamroq. Bunaqa yoki kompetensiyasi bir narsa yetishmagan joylar bor. U yerda bir-birimizni to'ldirish bor. Shuni hisobiga Xudoga shukr, juda yaxshi jamoa yig'ilgan. Yana xursand bo'lib universitetimga qaytdim-da. Juda ham xursandmiz, biz ham tabriklaymiz. Endi bardavom bo'lsin. Paid work dedi-ku, qo'llanadigan ish bu. Shunaqa, to'g'ri. Endi qarang, hozir mana oliy ta'limda gapirdingiz, yana boshqa ta'lim dasturlari bo'yicha bir savol paydo bo'ladi-da. Oliy ta'limda aslida biz o'qishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Bizning davlatimizda masalan chet el universitetlari bor, xorijiy sizga diplomlar berishadi yoki o'zimizning 100 yillik universitetlarimiz bor. Siz aytgan o'sha microcredential bilan cheklab qolsak ham bo'ladimi yoki ular bilan birgalikda davlat universitetlarida ham o'qish kerakmi? O'qish kerak, sababini aytaman, chunki hali O'zbekistonda sizga malakani, mana 6-daraja bo'ladigan bo'lsa, biz xalqaro malaka darajasini belgilaydigan ta'lim va bandlikni belgilaydigan ikkita standart bor xalqaroda. Ikkalasini ham O'zbekistonda moslashtirib qo'yishgan. Lekin ikkalasini yurg'izadigan hali tarmoq kengashlari paydo bo'lmadi. Bu vaqt kerak. Bu tarmoq kengashlarini ishlatadigan o'sha sertifikatlar. Biz bugun chet eldan olib kelamizmi, o'qitamizmi, macro credential deyursak, bu yerdagi sanoat bizlarga ishona boshlaydi-da, sanoat aytadiki, nima deydi? Zakaz bera boshlaydi. Buyurtma beradi. Aytadiki, "Men Feruza opa kelasi yilga masalan katta food industry bo'yicha exhibition ochmoqchiman. Выставка qilmoqchiman" deydi. Ko'rgazma. Shu ko'rgazmani A-dan Y-gacha qiladigan menejer topib bering. A-dan Y-gacha qiladigan masalan keling 12 ta 15 ta soha bo'lsa, oziq-ovqat sohasida 15 ta sohani har bittasini boshqaradigan menejer topib bering. Keyin 15 ta sohani A-dan Y-gacha olib chiqadigan ta'lim muassasalarini olib bering deyishi mumkin. Endi men aytamanki, zo'r deymanda, darrov R&D'ni chaqiraman. Research and development. Researcherlarga aytaman, menga topib beringlar, masalan, nechta o'z yo'nalishi bor. Keyin tayyorlanib turinglar, sizlar ilmiy ishlaringizga zo'r imkoniyat deymanda, chunki har bitta sektorda A-dan Y-gacha ularning ilmiy ishiga baza. Biz uni data collection deymiz. Masalan, research and developerlar tayyor. Bu yerdan ish beruvchilar tayyor. Endi kimlarni chaqiramiz bizlar? Texnikum, universitet, ilmiy tekshirish institutlari va hokazo. Bularning kimlari bor? Hamkorlar bor dunyoda. Bularning o'rtasida R&D ketadi. Bu yerda vola disku ish ketadi. Demak, o'zaro xuddi tabiat bir-biriga zanjir kabi bog'langan deydi-ku, sizni ishingiz ham, ya'ni siz boshida turgan o'sha ekspertlik ishingizda ham xuddi shunaqa insonlarni, tashkilotlarni bir-biriga bog'lab, jamiyat uchun, xalq uchun manfaatli bo'lgan bir loyihalar ekan. Albatta, chunki ta'lim bor ekan, mana kerakmi, kerak emasmi deysiz. Mana shu sertifikatlashtirish
tugamaguncha, to'liq ishga tushib ketmaguncha ikkita yo'limiz bor oliy ta'limda. Yo to'liq asta-sekin makro credentialga o'tib, oliy ta'limda diplom bera boshlaymiz. Chunki makro credential sizni bittagina malakayangizni baholaydi. Bugun hozir svetlarni qo'yish bu bitta malaka. Svetlar montaj qilish bitta malaka. Videoni olish bitta malaka, videoni olib montaj qilish boshqa malaka. Kim qachon qayerda o'tirish kerak, nima qilish kerak, bular boshqa malaka. Lekin hammasini birlashtirgan bitta malaka bor, u diplom. Tushundingizmi? Demak, mana oliy ta'limda hammasini yig'ib, haqiqiy 6-daraja injener degan mutaxassislik beradigan bu diplom tasdiqlaydi. Lekin ichida kichkina makro credential bo'lish kerak. Endi nega bizning diplomlarni chet el tan olmaydi desangiz, tan oladi. Siyosiy nuqtai nazardan tan oladi. Aha. Lekin bolalarimiz ishga kirish kerak bo'lsa, siyosiy nuqtai nazardan so'raydi. Qani, sertifikatlaring ber deydi. To'g'ri. Sertifikatlari xalqaraga to'g'ri kelmasa, kechirasan. Boshqadan o'qib oldi, keyin mana malakangga qarab ish beraman sen deydi. Lekin birinchi, mana ikkinchi, uchinchi malakaga 12 yevro soatga to'lasa, 6-darajaga qancha to'lashini tasavvur qilaverasiz. 50 kamida 50-60 to'lash kerak-da. To'g'ri. Buning uchun bu tabiiy ravishda insonlarni resursini rivojlantirish uchun yo'naltirilgan narsa desak bo'ladi. Katta loyiha. Micro credential. Unaqa micro credential masalan hozir malaka oshirman pedagogman deydigan bo'lsak, 4 ta shunaqa moduldan o'tsam, men haqiqiy pedagog sifatida, xalqaro pedagog sifatida ish boshlashim mumkin bo'ladi. Yoki men hozir sizlar mana academic writing deymiz. Academic writingga ham bizlar olimlarga 4 ta modul berasan dedik. Malaka oshirishga. Birinchi modullar bu sun'iy intellektni ishlatib fundamental deydi, o'sha boshlang'ich darajadagi yozuvlarni qanday qilish mumkin. Ular bizga boshqa qo'shimcha qiymat berdi. Bunga dedi bizlar o'zimizni olimlarni ham birga ishlashga imkoniyat beraylik. Bular birgalikda o'zini ilmiy ishlarni chop etishsin dedi. Zo'r-ku desam, ki undan nima berasizlar bularga desam, Europass beramiz. Europass degani bu ham malaka sertifikatini beramiz. Rahmat sizlarga. Bo'ldi. Bu shunaqa qiymat beradigan, malakani beradigan bitta sertifikat bo'lsa, keyingi etapda nima bera boshlaydi? Keyingi etapda masalan ilmiy ishda uni review deymiz-ku, o'sha adabiyotlar bilan ishlash mana shu ketdi, mana shunda bo'ladi. Keyingisida adabiyotlar bilan ishlab, endi ilmiy ishimni qanaqa qilib olib chiqaman deyotgan bo'lsa, data collection kerak. Haqiqatan tadqiqotda olib boradigan obyekt kerak, sanoat kerak, to'g'rimi? O'shani o'rgatadi. Sanoat o'tgandan keyin buni oldim endi materiallarimni. Endi men bu sanoatni rivojlantirish uchun nima qilishim kerak desa, keyin tahlil o'rgataman deydi. Tahlil qilib bo'ldim endi desa, endi yechim nima berasan deydi. Mana shu etaplar borda har bitta ilmiy ishda. Yechim, agar jamiyatni rivojlantirish uchun yechim bo'lmasa, u ilmiy ish emas. Hatto bitta maqolangiz ham jamiyatni rivojlantirish uchun yechim bera olish kerak. Yechim bermasa, bu maqola emas-da. Shuning uchun Scopus deganimiz mana shunaqa yechim beradigan jurnal. Xuddi hozir mana sizni gaplaringizni eshitib turib, universitetda o'qigandik biz prognozирование degan bitta o'sha yo'nalish bor-da va biznesda ba'zi bir insonlarni taniyman, shaxsan o'zim sizni hozirgi kunda, bugungi kundagi rolingiz qanday deb savol berganimda, aynan mana shu prognozирование anaqasida ishlayman deb aytishganda, mana hozir siz aytgan narsalarni biz etap-etap qilib borsak, bizda ham mana shu narsa shakllanadi va biz mutaxassis bo'lib diplomli bo'lamiz. To'ppa-to'g'ri. O'shanda siz qiymatli kadr bo'lasiz. Mana inson resursi deganda shu bilan, lekin bu degani bu 6-darajadagi mutaxassis xolos-da. Ya'ni yaxshilab o'zingiz ishlayversangiz, yana makro credential olaversangiz 7-chi. Yana olaversangiz 8. Yana olaversangiz ki, siz anlayman, bugun masalan nimalarga loyihalarda ekspertlik qilasiz dedingiz. Loyihalarda ekspertlik qilganingizda ba'zida volontyorlik qilasiz, ba'zida haqiqatan siz bilan kontrakt tuzishadi. Masalan, men tirikchiligim ko'p asosan shu bo'lgan, shu vaqtgacha ham. Ma'lum bir loyihani ta'lim sifatini ta'minlovchi mutaxassis sifatida men tahlil qilib berishim kerak. Bu 1 yillik bo'lishi mumkin, 2 yillik bo'lishi mumkin, 3 yillik bo'lishi mumkin va ho'g'izim. Loyihaning kattaligi, kichikligi, ba'zi bir loyihalar bilan 12 yil ham ishlab berasiz. Bu kichkina, lekin vaqt va soat bilan ishlanadi. Kimdir material rivojlantiradi. Kimdir trening qila boshlaydi. O'sha rivojlangan material trening jarayonida men ishlaydigan ishlamaganini ko'rish mumkin. Yoki treninggacha baholab berish mumkin. Keyin trening jarayonida baholayman. Keyin haqiqatan kadr malakali bo'lganda baholayman. Bu baholovchilar bilan birgalikda baholayman. Demak, siz ishingiz bosqichma-bosqich
amalga oshirib boriladi. Chain manager deydi-ku. Aha. O'sha chain manager. Asta-sekin yig'ib chain manager qilasiz. Hozir mana gapingizdan eshitib turib, juda ham bir nima deydi, sizdan energiya olyapman. Nimaga bilasizmi? Mana shu yoshda, shunaqa darajadagi inson bo'lishdan tashqari, yana siz doimiy ravishda volontyor bo'lib ham harakat qilasiz. Volontyorlik o'rganish-ku. Bu juda ham yaxshi. Bepul o'rganish, do'stlar bilan uchrashish, Networking. hamjamiyat. Chunki insonga kuch beradigan narsa hamjamiyatlikda. O'sha hamjamiyat siz bilan ham ko'ngil, ham jamiyat bo'lib birga rivojlanib, Ham fikr bo'lib. ham fikr bo'lgan insonlar bilan birga bo'lish bu kuch beradi sizga. To'g'ri. Men yana aynan mana shu nuqtada yoshlarimizga, bizni kuzatib turgan tomoshabinlarga aytib o'tmoqchimanki, biror joyga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, yo'q, menga mana bu ishni berasiz, mana buncha oylik deb talashib tortishmasdan, avvalambor volontyor bo'lib ishga kirib, o'rganib, ana o'sha joyda siz yaxshilab pishib, kerakli mutaxassislikni egallab olgandan keyin sizni shundoq ham oyog'ingizni yerga tekkizmasdan o'zlari olib ketib qolishadi. Juda yaxshi oylik berishadi va har doim sizni qoldirishga harakat qilishadi. To'g'ri, Chunki to'g'ri. yana bizlarda yana bitta narsa bor. Bu yaqinda aytib qolishdi. O'qituvchilarning malakasini baholash qaysi loyiha edi? Manda bor o'sha desam, yo'q, qachon o'rgandingiz dedi. Chunki buni yillab ishlaganmiz. Mana 38-49 shunaqa prezidentimiz qarori chiqqanda malakani baholash bo'yicha hamma sohada bizlar professional standart yaratishimiz kerak. Shunda bizlar birinchilardan dual ta'lim tizimida tashabbus ko'rsatganmiz. Bunaqa professional standart yaratiladi, o'qilinadi deb. Kimroq qarasak, pedagoglar standarti yo'q. Pedagoglar standartini yarata boshladik. Shunda bizlar to'xtatib qo'yganimizning sababi bizlar davlatga topshirmadik. Chunki dotsentlar uchun alohida, professorlar uchun alohida, maktabgacha ta'lim uchun alohida, unisiga alohida deyaverishda keyin charchatdik biz. Chunki oldin core professional standard of the teachers degan narsa bor. Haqiqiy o'qituvchi bo'laman degan pedagogni professional standartini yaratib olaylik, professorniki uniki qilmasdan. Dedik, o'sha vaqt o'tkazolmadik. Keyin bizlar o'zimiz bo'ldi-da, volontyorlik dedikda, o'zimiz yaratdik uni. Shu buni ertaga asta-sekin bo'lib berganmiz. Bizlar doktorantlar himoya qila boshlashdi. Birov academic writingni qilayotgan bo'lsa, birov professional standartni, birov o'sha professional standart asosida dasturlarni yaratishdi, yana birov o'sha professional standart asosida baholashdi, yana birov pragmatic learning, pragmatik darajada 21-asr ko'nik bilan ishlatgan holda qanaqa qilib o'rganish kerak. Boshqa birov o'sha pragmatic teaching, pragmatik darajada qanaqa qilib o'qitish. Har bitta modul ishlangan. Endi bunga hamkor paydo bo'ldi. Bu amerikalik Pinnacle Teaching Solutions. Ular endi bizani boshqa odamlar bilan bog'layapti. Firuzchika, agar sen hali kiritmagan bo'lsang, keyin boshqa davlatlardan beraveraylik, keyin sen davlatingdan tashqarimiz. Keyin yo'q, oldi bizning davlatimizdan oldiramiz, keyin boshqalarga beramiz. To'g'ri, O'zbekistonniki bilan chiqish kerak-ku, biz eksport qilishimiz kerak. To'g'ri. Shuning uchun shunaqa. Yana bitta savol, Feruza opa, mana hozir o'sha YPS xalqaro sertifikatiga ko'pchilik qiziqib savol berishni boshladi. Bu nima, bizga nima beradi? Mana shu haqida ozgina to'xtalib o'ting. Bo'zur. Agar faqat oylikka qiziqayotgan insonlar uchun mana hozir siz yuqorida aytib o'tdingiz, YPS xalqaro sertifikati beriladi. Mana shu sertifikat o'zi nima, qanaqa bizga imkoniyatlar beradi? Bu sertifikatni olish uchun nimalar qilish kerak? Mana shu savollarga ham bir to'xtalib o'taylik. Bu qiymat. Mana masalan IELTS sertifikatini hamma biladi. 15 yil oldin IELTS sertifikati Javob O'zbekistonda unchalik mashhur emas edi. To'g'ri. Menga juda ko'p odamlar shunda savol berishardi. Nima qilib yuribsan sen? Qanaqa qilib o'rganyapsan-ku, unaqa qilib. Aytmoqchimanki, mana bugun kelib IELTS yoki CFR sertifikatini o'qigan insonlardan bittasi biz bo'ladigan bo'lsak, mana bugun O'zbekiston agar B keyin bo'lmasa kirmaydi. Hatto psixologlarga shunaqa deyiladi. Bu juda ham yaxshi narsalar, chunki psixolog kecha bittasini onasi yig'ladi. Nima kerak psixologiya B2 dedi. Xursand bo'ling. 1 yil o'qisin qizingiz B2 oladi albatta, lekin bu dunyo tan olgan psixolog bo'ladi. Desam, nahotki dedi. Xuddi shuni E-Pass nimani beradi? E-Pass degani Yevropada o'tadigan malaka sertifikati degan. Bizanikilar uchun xalqaro sertifikat degan. Prezidentimiz va'dalari bor. Xalqaro sertifikatga ega bo'lgan pedagoglarga yuklamalar beriladi. Juda ham yaxshi. Masalan, 50% berilsa, 10 million bo'lsa, yana qancha? 5 million qo'shiladi. Shu, mana qiymati shu. Masalan, bugun bir so'm to'lab o'zini ustida ishlayotgan
o'qituvchilar uchun aytmoqchiman. Bu sizni o'zingiz kelajagingiz uchun investitsiya. To'g'ri. Bu siz o'qitayotgan talabalaringiz uchun investitsiya. Eng muhim investitsiya bor, bu sizni farzandlaringiz. Bu juda katta investitsiya. Aslida kichkina investitsiya, lekin kelajakda beradigan mevasi, masalan, cheksiz. Masalan, bitta tasavvur qiling, o'rik yoki olmani urug'ini sotib oldingizda, siz daraxt o'stirdingiz. Yillar o'tadi, siz qancha meva olasiz? Har yil olasiz. Xuddi shunaqa. Masalan, bizlar nima uchun volontyorlik dedingiz-ku? 92-yildan boshlangan volontyorligim mana bugun menga meva beryapti-ku. To'g'ri. Necha yillar o'tgan bo'lsa ham. Yana bu eng qizig'i meva tugamaydi-da. To'g'ri. Yildan yilga ko'payib, yanada barakali bo'lib, yosh liderlar shunaqa savol beradi. Nega bu savolimga javob hamma vaqt sizdan olaman deydi. Chunki tajriba bor. Bu ayniqsa juda katta tajriba volontyorlikdan kelgan, boshqa tajriba ishdan. Albatta avvalambor kommunikatsiya yaxshi rivojlanadi. To'g'ri. Tanish bilishlik, ya'ni networking yaxshi va siz qayerda kim bilan qanday gaplashishni ham o'zingizda o'sha shakllantirib borasiz. To'g'ri. Skilllaringiz ya'ni rivojlanadi. Yana bitta muhim savolimiz bor. Maqola yozish deyiladi. Hozir juda ko'p inson qiziqib ketgan, lekin o'zi aslida tushunmayapti. Maqola kim yozadi, ilm ahli qanaqa, pedagoglar kim? Bu aslida o'sha siz o'qib kelgan, ishlab kelgan Yevropa yoki rivojlangan mamlakatlarda qanday e'tirof etiladi? O'zbekistonda bu qanday xos ko'rilyapti? Bu assignment deydi. Har bitta xalqaro universitetlarda har bitta talaba birinchi kursga kirguncha foundation kursdan assignment yozishni o'rganadi. Micro credential darslari shu yerda boshlanadi. Mana mikro kreditlar deyiladi. 30 soat kreditlar. O'shani masalan foundationda o'rgatiladi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa, mana shu yildan boshlab jahon tillarida shu narsa boshlanyapti. То есть B2ga chiqqandan keyin talabaga bo'ladi. Masalan, double degree'da shunaqa B2si bo'lmasa, double degree ola olmaydi. Double degree degan nima degani? Ham jahon tillari universitetining diplomi, ham Italiyadagi bitta universitetda diplomi. Yoki Xitoydagi qaysidir universitetda diplomi va hokazo. Demak, B2si bo'lmasa, universitetga kira olmaydi. Foundationdan o'tdi, keyin bu yoqqa kirdi. Bu yerda nima oladi? Bu yerda ana micro credentiallar hisobiga boyagidek malakasi shakllanib keladigan kadrga aylanadi. Shuning uchun savolingiz ismidan chiqdi. Maqola. Mana bugun bizning asosiy target gruppamiz kim desangiz, mana shu universitetlarning, xalqaro universitetlarning talabalari bo'lyapti. Chunki ular assignment topshirish kerak, vaqtida topshirish kerak. Endi sun'iy intellektdan foydalanish kerak, qanday foydalanishni bilmaydi. Chunki sun'iy intellektdan foydalanganda bunaqa maxsus dasturi bor, qaytaradi agar ko'chirilgan bo'lsa. To'g'ri. Ular aytayaptiki, biz sun'iy intellektdan foydalanyapmiz, lekin ko'chirmayapmiz-ku deyapti. To'g'ri. Chunki sun'iy intellektdan foydalanishning madaniyati bor. Demak, sun'iy intellekt savollaringizga to'g'ri javob savolga to'g'ri tutsangiz, to'g'ri javob beradi. To'g'ri javob berilganini olib yana o'zingiz ustida ishlaydigan bo'lsangiz, u sizga formatini berishi mumkin. Ya'ni paraphrasing qilishimiz kerak. Faqat paraphrasing emas. G'oyani berish mumkin, siz g'oyangizni kuchaytirib berish mumkin. Lekin siz o'tirib buni ustida ishlaganingizdan keyin mana shu joyini biz o'rgatamiz. Qanday qilib san GPT-dan olgan ma'lumotni o'zingniki qilishni o'rgatamiz. Biz GPT-dan foydalanish madaniyati bor. Bu sun'iy intellekt xuddi har kuni men boshqacha qilib tushuntiraman sizga. Kir mashinalarimiz bir vaqtlar bizning davrimizda biz kirlarni bir emas 2-3 martalab yana suvlarni istardik va hokazo. Mana shunaqa qilib yuvardik kirlarni. Bugun men ajoyib qizim bor deyman-da. Kerakli joyga kerakli narsalarni solib qo'ysangiz, yarim soatda kirlaringizni yuvib beradi. To'g'ri. Mana bu ham sun'iy intellektda texnologiyaning rivojlanish misolida. Nimaga endi academic writing deb, masalan, shu sun'iy intellektdan foydalanish mumkin bo'lgan joydan foydalanmasdan, yana natijadan nima bo'ladi? Qarang, sun'iy intellekt bergan ma'lumotni siz olasiz, o'zingiz yana fikrlaringizni qo'shasiz, boyitasiz deb beryapsiz. Ustoz ko'rib xursand bo'ladi, chunki hozir buni tekshiradigan mashinalar ham bor. To'g'ri. Tekshirgandan keyin siz nima qilyapsiz? Buni natijasida yana sun'iy intellektni boyitib berasiz. Ikkinchi talaba o'tirganda sizning fikringiz sun'iy intellektdagi bazasi unga ham keladi. Endi bu o'zini fikri bilan boyitadi. Shuna hisobiga intellekt rivojlanadi. Demak, bu faqat bir tomonlama emas, ikki tomonlama rivojlanish ekan-da. Global. Bizlar bugun yashil iqtisodiyot, yashil energiya deyapmiz. Mana shu yashil energiyani rivojlantiradigan sun'iy intellekt. Undan foydalanish kerak. U yomon narsa emas, aslida bu hayotimizni yanada oson qiladi. Nimaga bugun olimlar o'rta yosh 120 yosh deyapti.
Masalan, men o'zimni tengdoshlarimga, hamfikr insonlarga aytaman. Kelinglar, biz shuni laboratoriya sifatida qabul qilaylik-da. To'g'ri. Isbotlashga harakat qilaylik. Biz ota-bobolarimizda shunaqa tushuncha bo'lgan. 50 yosh qari yosh, 60 yosh qari yosh, 70 yoshda odam bo'lish kerak yoki ketish kerak. Mana shunaqa tushuncha bilan yashashgan. Bugun aytishyaptiki, miyangni qanchalik ko'p rivojlantirsang, hayot shuncha uzun. To'g'ri. Buning uchun miyani ham to'g'ri boqish kerak, tanani ham to'g'ri boqish kerak va hokozada. Endi o'zini texnologiyasi bor. Sportni ham vaqtida qilish kerak, hamma narsa. Har bittasi, hamjamiyatda ham, dam olishda ham, boshqasida ham, oila bilan ishlashda ham, xuddi shunday professional o'sishda ham. Bizlar bolalarimizga, mana shu liderlarimizga, har doim talabalarimizga ham, shogirdlarimizga ham shu narsa o'rgatamiz. Personal va professional o'sish. Agar ikkalasi bir xil bo'lmasa, oqsaydi. O'sha bizning yoshimizga kelib, o'sha men qaradim deyish mumkin. To'g'ri. Men hozir uyalaman qaradim deyishga. Lekin siz o'xshamaysiz Yo'q, qaraganga. men qaradim deyishga uyalaman. Sababini aytaman, chunki meni o'rtoqlarimda bunaqa fikr yo'q. Aha. Ular 70 ga, 80 ga, 90 ga kirganda ham birda ishlayapti. Men uyalib ketaman ba'zida. Bu sharmanda, shuni ham qilmoqchisan, deb. To есть, men aytmoqchimanki, hali hayot qilishimiz kerak bo'lgan ish juda ko'p. Hayot to'xtamas ekan, qachon to'xtar ekan hayot? Qachon siz fikrlashni to'xtasangiz? To есть, siz tiriksiz, yuribsiz, ilmiy ishlar, bir narsalar qilyapsiz, lekin fikrlashingiz bo'lmasa, demak, tirik o'lik bo'lib qoladi. Eng katta boylik bu moddiy boylik emas, ma'naviy boylik deyshadi. Haqiqatda xuddi shunday. Mana Feruza opamni o'sha qoshlarida hozir biz juda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Bugungi podkastimiz, suhbatimiz hammaga foydali bo'ladi degan umiddamiz va bu bizning bugungi to'xtab qoladigan loyihamiz emas. Bugungi yoki ertangi uchun emas. Biz yana loyihalar qilishda davom etamiz va siz ham bizni kuzatishda davom eting. Savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga yozib qoldiring. Yoki menga savol yozing. Albatta, biz uchun har bitta insonning fikri muhim va biz uchun ketkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Bitta narsa. Siz nima berasiz agar yaxshi savol berishsa menga? Xo'p, sizga yaxshi savol bergan 3 ta insonga biz o'zingiz ayting. Nima berishni xohlaysiz? Kurslarimizni beraylik. Kurslarimizga chegirma qilib beramizmi? Mayli, men bilmayman, bunaqa biznesmenlar bor deydi. Bo'ldi. Lekin shu yerda biznes degan gapni aytmoqchiman. Bizlar qilayotgan ishlar bu biznes emas. Men o'zim ham yangilikda o'rgandim, bu ijtimoiy tadbirkorlik. Shuning uchun barcha biznes ahlini ijtimoiy tadbirkorlikka, ya'ni jamiyatni yanada yaxshiroq qilish uchun yoshlarni o'qitishga investitsiya qilishlarini so'rab qolaman. Rahmat. Bo'lmasam, g'oliblarni biz aniqlaymiz va 3 ta g'olibga biz kurslarimizda o'qish uchun yaxshigina chegirmalarni men o'zim shaxsan o'qitib beraman. Xullas, vaqt ketdi. Bugunda harakatingizni qilishni boshlang. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Xayr, rahmat katta.